Ündüdar salonu alı çıpar kolgan. Ne yobadallık adam çıpar kızlar salonunda hiç kim yok. Anda kıma bir koşap koşanla. Çıpar kızlarını Adile Sıdık bakrap durup kolgan. Çıpar kızlar. Meni ismim Anarxon. Demisam men Tunislarga deyman. Hozir chiroyimga yaxshi qarab olinglar. Birdam turib men tunyamay qilishinglar mumkin. Chunki men o'zim siz güzellashib ketmoqchi. Nishqilab sormanglar. O'ylasamda ko'nglim yerim bo'ldi. Jinim xojime elchidim. Xojime probak qo'ygan. Nima o qo'yjimen degan? Uydigan tomoq bekbezga yelchi. O yali verkesa qarab baqa semirim nima bo'lib ketdimi? Ya, o'tganmishmi? Yemayman. Yigina. Yemayman, xudo saqlasin. Voy, aperi. Yemayman. Kaçtım. Buraları. Degan chiroyli qiz olar. Kalplerini. Çıtılasa. Ne qirotsa? Ya, lan. Nima qirotsa? Qo'ydim men. Nima deb qaraysa, ha? Konkisni qo'zg'aldimi? Oy, yo'q. Shu Voy, qosh yurdirma, yomg'ir joyida yo'q. Pes! Konkisni qo'zg'aldimi? Oy, chiroylikka qarab qo'ydim. Nima asab qo'ymoq chiroylikmikan? Shu qarab qochtir dedi o. Shunda pes. Arlib tutma. Panda qilsam. Bunda qilmayman. Bunda arlib tutma. To'ma, alamat siz. Ne? Al, arlib tutmayman. Ha. Rasma? Bunu ketibma meni. Rasma? Rost. Bu senden ha? Ha? Qanday qildim? Mani sen bergan qo'y. Men ekap. To'xta. Mani. Mas. Hey, qalanda. Hey, tırnaklarımı al. Bergan. Tırnaklarımni ala ağrılıp gitmesin. Beşiğinden jüyet bomba mı? Ha? Bak iş bit barsa cuma. Yok, qanaqasi? Uramsa? Salamsa? Ha? Sen bergan qo'y mana. Ala. Pes. Ala. Manum tutadayım. Pes. Zinaqsınma. Mana nima ish qilsang sen? Nima? Sulat. Oyoqni nima bergan? Pes. Acaba ayağımı. Pes. Mana mushta bo'ldi shu. Xap chiroyli qilishib ko'z tutib qo'yma. Ishkonlarning yuzlikdagini olgan vaqt bo'ldi. Nima bilmayman. Sizmi o'tirgan? Narimni qildirsam bular. Mama bu yana texnikasini yaxshi ko'rdingmi? Bu yana texnikasini haqiqatda yaxshi ko'rdim qizim. 60 yoshlik mo'mayni 20 yoshlik qiz bola qilmoq oson emas. Bir xil ro'y bo'lib ketdim. Qarsan qasiyo ketganda qilsa. Mama? Vah! Mama deydi ku. Bu yana texnikasi bo'lamdi nima? Hey, Siz misin tuzatib kelganman? voy yo'q. Men o'zim tuzib boraman. Bu naringizni tuzatdingiz? Nasıl isteye? Bana qarama benim burunqi o'zim tuzashdim burunqi rasmimdan. Sizmi bu? Güzellik numarasız geldi. A? Kirib chiqaya. Layla. Vah! Mana karamat. Shundoq set odamni pitchab qo'yibdi. Texnikasi bilan yuqurga. Demak, men bek güzellashib ketdikmi? Yuzlarim oppoq, ingaklarim inchiki bo'lib ketsa. Hozir o'g'alarning hammasi ko'z yo'g'on, burni qanshaliq, enki ushliq, qish to'm qizlarni yaxshi ko'rgan. Yey, bir o'lib tirilgandek bo'ldim ya. Ha, bo'pti. Go'zallik uchun bumi arziydi. Ko'zim yo'g'onib ketdi. Shu o'zing yo'g'on qilma degan-ku. Doktor ko'zim bek yo'g'onib ketdi. Bu bek chiroyliqda hamda bek deb turibsiz, kichikiltib qo'ysak bo'ldi texnik ilg'or. Kichkiltayli ko'zni. Bo'ldi, tayyorlik qilaylik. Qayt o'ylash orqali burnim bilan og'zimni qo'shib o'zgartiribday. Ish nima bu qitim texmi go'zal bo'lib ketdimi?
Bek chiroq bo'lib ketdi qiz. Mama. Ucu bek chiroyli bo'lib ketdi. Bek yurashdi. Mana hozir moda bo'layotgan dorday qalpiqimni qanchalik burunqimi ega bo'ldim. Endi uning men qarmag'anligini bir ko'ray. Vay vapasiz, to'qini poqidakli bo'libsa. Yana shu maymoqlaotdag'inni xat hozirli o'zimga qaratmaydigan bo'lsam, qanday amal ishlasam bular? O'g'allarni qaratishga birinchi tozaq mana. Mani? Qarmaydi ya? Hozir tashlagan asam diqqatdan tatamay qoldim ya. He? Mani shift baqay. Ma bir nima ajab tishim qitaydi ya. Uchib ketib qolgan tish pashig'im qaraydigan odam menga qaramaydi ya. Ha, to'xta. Mana sen kichikka qoldim nima? Hey, ma, tushib qolding asal. Qoldimmi? Shu minut deshim. Bilmay qaptime. Hay tövbe, bu başqalar bu. Bunun bilan bu muskul chiqas, bu qiz qalbi chiqadimi? Üzanlar zanlıq ketdinglar. Sətning hali chiroyliqning dal deb ma sətning zanlıq ketganligini. Mening bir amalim bor. Uni sehr kuchim bilan o'zimga qaratay. Mon qara. 어서 오세요. 마우스 막스입니다. I'm your visitor. Akbaş 오빠. Nimeyesiz? Dip millaqtim men olsam. Muronson şi vaqtli filyo suyqash. Kechiring, bizniki o fransuz suyqash oqmay bog'i. Hozir Koreyacha tamoqlarni chiqaryapmiz. Isl Koreya tamoqlarimiz bor, tavsiya qilib beraman. Bizniki bugungi alohida tamoqlarimiz bo'lsa, Sunning choysu hamida. Urishta apruman hangyungkyori gangyunghamida. Frans Zurikka optasmida. Uningdan boshqa bog'i mana. Simida shimida chagiyara. Otokita yangi chiqqanmiz suyqash ko'chirgida. Lagminida pachqida, dabenji qatisda. Simida. Suyqashimida. Okey simida. Hadi. Bir yerler bir xil ya buna. Burnum bilan qalpigimga bo'ldi, biroq inkimsal kichik gap qoldim nima? Toz bo'lsang gadangicha debdika. Men berib inkimni mo'ng'ishib kelay. O'zin to'sib ketibmi qoldim. Bir avarchilikqa har qatimni kimlik qaytadan rasm tushirgan ishga. Va, bek chiroyli bo'lib ketdingizmi, qarang. Aynaki bek qilishyapsan, tiniqing aynak yuzni xiralashtiraydi. Har qanday narsa bilan orliq saqlasanglar, suzuk ko'rindi. Xo'sh, bo'ldilar. Uning chiroyli ko'rinmandigicha chiqib qahvarimni ichib kiray. Mumuda. Mashkinga bardaga ya chiqmaganmidi? Vajon. Nima elishdan? Achchiqchichi, pirojni yeyman ba. Bo'ldi. Aslayanda. Qilib payzida qilib turdi shu. Hay! Ne qaratsan? Yo'q, shunga ko'zim. Alasharam. Kim o'tsa shuni qaramsan? Yo'q, shu nimiki deb qarab baqdim shuni. Ay, ish poq yishni o'zgartirmaydi, biz chiqni o'zgartirmaysan sen. Nimanda chiroyli qilay demay, bunda qarab baqdim shu bat. Biroq ma'qulman, yuvosh ko'radigan o'xshamaysan meni. Mashqiston o'yinni ko'rang. Xo'p bo'ldi. Voy. Mushkunga qoldig'ingni biletdim zodi. Shu appagam bir tot uzukingni deb men tutib qolaman deb o'ylab qoldimmi? Bitta. Men onangdan qolgan bilay-uzukingni men ofirib ber. Oyrilib ketdi. Kim izlab salma meni qutumi? Kim bilan berib? Odam bo'ldi. Xo'p bo'ldi. Xo'p. Mushtiq. 두렵기만 한
날 믿나요 정말 내가 그대 사랑을 가져도 되나요 혹시 내가 그대의 Anarxan, bu sen mi? Endi tundama. Yok. Neymiş qoldun bu yüzüğünü? Siz yaxshi ko'rdingiz o'sha burni uzun, og'zi yo'g'on, kuchli qizlarni ishon. Sizni qaytib kelarmikin deb ishtaq qildim. Ben bunda qilishing arzimdim. Aziza. Sen yaxshi ko'rgansan. 알고 있나요 내가 얼마나 그댈 사랑하고 있는지 갖지 Keçir canım. Bunun keyin ben bütün dünyanı beremsem mi? Özümün dünyasını berip durup yaxshi ko'raman. Dengizler senin bo'lsin. Qumluqlar mening jinim. Ay sening bo'lsin. Yulduzlar mening bo'lsin. Her narsa sening bo'lsin jinim. Faqat senla mening. 나의 마지막 그대를 Yürü jinim. Ben sana chiroyingni asliga kelay. Vallahi mana nima deganchilik qilib ketgan jinim ey. Buna qarab baqa 100 lira nima degan chiroyli. Nemish qilsa asliga matonchidan keksta qilib bu chiroyingni. Shu ishda qilsam siz haq qaragan tursangiz. Yo'q jinim. U haq qarg'inim emas u. Mana endi bundan qarab qo'ygan yerimda u. Endi-chu jinim qarasam odam bo'lmay ketay. Mana qaraysan. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Biz ana pishdi. Yaxshimisizlar? Ana pishdini bek sig'indinglardan uzoq qolibdi ko'rishmaganlar. Ras bak ko'nglim kelib ketdi odam anar pishtini. Shunlashqa biz sizlarga shu azroq ana sharbati tayyorladik. Ras to'g'ri. Mushu sizlarni shu ko'rmanlarimiz ana pishtini ko'ramay bak taqozo olib ketdi deb biz sizlarga alohida shu anar pishtining alohida filmlarni sunib olmoqchi bo'lyapmiz. Yaqinda uni lekin nada ko'rmaysiz? Buni TV'sida ko'rmaysizlar. Buni Chipar qizlar undar saloniga ketib olib, tegidiki anar deya xatni bossanglar, bizning anar pishtini yeni ba'zi bir toqatmoq qismlari keladi. Dahshat qiziqarli. Chipar qizlar! Yaxshimisiz Aqvash? Shu yaqinda yo'qolib ketdingiz. Nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Ben bu beden çeniktiriş işleri bilen meşgul olayapman. 8 dal muskulumni chiqarib, qo'toq muskulumni. Bir ko'rib baksak ekan. Cho'qim ko'ramsizlar. Telefonni tayyorlab qo'yinglar hamsa. 8 dal muskul. Mana mushtaq ketdi shu cheniqqa yurib. Chipar qizlarning alayda qo'llig'a o'rinlardan xalqaro tashqi sari birinchi qavat qahvaxonasi. Program mashina klubi, Visa saloni, Mikro saloni, Forza saloni, Ito saloni, Qashqar kino saloni, Yo'lovchilar saloni, Minxo saloni, Sirtan saloni, Istimal saloni, Epizod saloni, Muallim saloni, Xo'shxabar saloni, Sadaqa saloni, Izdash tori, Nur tori, Karvan tori, Bashlan tori, Mirshad tori, Apandim tori, Ali Qurbonning Ali Qurbon saloni, Ablajon Altayevning IG fan saloni, Nijat Vali Yaqubning Jahannamlik saloni.